Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi plastik kartalarga o'tkazmalar va hozirda mana shu amallar bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni huquqshunos advokat Xondamir Murtojiyev bo'ladilar. Xondamir aka, studiyamizga xush kelibsiz. Mana hozir judayam ko'pchilikka qiziq mavzu bu plastik kartalarda o'tkazma, ya'ni pul o'tkazmalarini ko'rsatish bilan bog'liq masalalardir. Bu nima uchun shart va zarur deb o'ylaysiz? Nilufar, rahmat. Bu savol o'zi haqiqatdan ham dolzarb. O'zi umuman plastik kartalarda oxirgi e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi 2 yil, 3 yil ichida keskin regulyatorlik vazimalari olib borilmoqda. Nimaga? Plastik kartalarda juda ko'p firibgarliklar yuz beryapti. Sabab oddiy firibgarlik usullaridan bittasi bu sizga qo'ng'iroq qilib aytishadi, sizni plastik kartangiz bank xodimiman deb tushuntirishadi, aytishadiki sizni plastik kartangizda noodatiy harakatlar amalga oshiryapti, shuning uchun sizni plastik kartangizni mablag'larni saqlab qolish uchun boshqa plastik kartaga o'tkazdirib turing deydi. Bu muammoga asosan yoshi katta pensioner o'zi ijtimoiy himoyalanmagan qatlam uchrayapti. Yoshlarda bu to'g'risida internetga kiradi, ma'lumotlar yetarli, lekin eng nozik va eng himoyaga muhtoj bo'lgan pensionerlar va ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar juda ko'p aldanib qolyapti. U uchinchi shaxsga o'tkazdirib beradi pulni undan keyin pul qaytmaydi. Yoki aldov yo'li bilan hozir sizga juda ko'p phishing usullaridan bittasi sizga deydi, hozir deydi, e'tibor bering deydi, SMS keladi, shu SMSda e'tibor berishingiz kerak deydi. SMS orqali muammolar kelib chiqyapti. Siz aytgan zahotingiz endi plastik kartangizga uchinchi shaxs ulanib oladi va bemalol to'lig'icha mablag'laringizdan Foydalanadi va o'zlashtirib oladi. Buni yana bitta yomon oqibat tug'diradigan holatlardan bittasi va keng ommalashgan, hozirda APK fayllarni jo'natish orqali plastik karta va telefonga egalikka o'rnatadi. Nechta plastik kartangiz bo'ladigan bo'lsa, barchasini yig'ishtirib olishadi va o'zlashtirib yuborishadi. Mana shularni oldini olish maqsadida davlat o'zining regulyatorlik tartiblarini o'rnatib, normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqdi. Markaziy bank endi yaqindan boshlab antifrod tizimini, ya'ni antifrod tizimi qanaqa? Sizni telefon raqamingizga aynan bitta o'sha plastik karta bog'landi deylik. Mana shu plastik karta bilan telefon raqam ikkovida SMS qabul qilganda ilova o'rnatilgan ilova qayta ishlagandagina pulni tasarruf qilish imkoniyati bor. Bu keskin pasaytirdi. Endi bu bilan ancha muammolarni oldi olindi. Mana 1-apreldan boshlab yangi chiqqan qoida, siz endi boshqa bir shaxsga o'tkazdirishda, pul o'tkazdirishingizda albatta maqsadini ko'rsatishingiz kerakligi tartibga solinyapti. Bu zog'imlar menimcha 3 oy muddat berildi. 3 oy muddat ichida barcha banklar o'zining plastik kartalariga aynan mana shu tizimni joriy qilish majbur. Bu joriy qilingan tizimning maqsadi nima? Ya'ni siz nima maqsadda pul o'tkazdirganligingizni ko'rsatasiz va siz o'zingiz ariza shaklida bildirib qo'yasiz nima maqsadda o'tkazdirayotganligingizni. Buni oqibati ham sog'liqqa ta'sir qiladi, ham sizga, siz nimaga ishlatayotganligingizni ko'rsatadi. Markaziy bank qayerga pul o'tayotganligini nima qilinadi, bemalol tekshirib olinadi. Mana shularni yechim sifatida 16 ta hozircha 16 ta chiqdi. Bularni bitta bemalol ko'rib chiqishimiz mumkin. Bizda menimcha bemalol vaqtimiz bor bunga. Birinchi nimalardan bittasi bu siz o'zingizga o'zingiz boshqa plastikingizga o'tkazdirayotganligingiz hech qanday oqibat keltirib chiqarmaydi. Lekin keyingilarida albatta maqsadini ko'rsatishingiz kerak. Mana misol, ikkinchisi moddiy mulklarni yoki savdo operatsiyalarini bajarishda ko'rsatilgan. Bu kimga foyda, kimga ziyon? Davlat endi kimga pul o'tkazdirayotganligingizni bemalol nazorat qiladi. Bu menimcha prezidentimiz e'lon qilgan 2020-yildan beri e'lon qilgan soya iqtisodidan o'tish, yashirin iqtisoddan va lekin mana shu bandida men o'ylaymanki, ko'pchilik o'zlarini himoya ham qila oladilar. Chunki aytaylik, ya'ni bizda plastik karta uchun apparat yo'q yoki u bu deb o'zini mahsulotini amallab o'tkazgan inson uchun bu himoya vositasi. Ana shu yaroqsiz chiqsa, ana shu olingan mahsulot yoki bu bir kamchiligi bo'lsa, uni bemalol
mana shu ko'rsatib isbotlasa isbotlasa bo'ladi. zo'r bu haqiqatdan ham shunday. Endi bundan keyingisi ham aynan siz aytganingizdek, ya'ni yeguliklar va oziq ovqatlar uchun pul o'tkazdirish. Mana uchinchisi, e'tibor bering. Uchinchisi endi juda e'tiborga molik narsasi qarzni qaytarish. Qarzni qaytarish bu sizni himoyalaydi, ham sizga qarshi ishlaydi. Siz misol uchun birontasi iltimos qilib, o'shani aynan qarzni qaytarish qilib bering desa, siz oddiy pul berayotganligingizni ham qarzni qaytarish deb o'tkaziladigan bo'lsangiz, endi siz bu pul firibgarlik yo'li bilan yo boshqa yo'li bilan o'tganligini isbotlash uchun mehnat qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Qanday qilib? Ya'ni siz aslida qarzni qaytarmayotgan bo'lasiz. Siz misol uchun boshqa bironta operatsiyani berkitish uchun qarzni qaytarishni tanlashingizni so'rashdi. Siz qarzni qaytarish qildingiz. Bu bilan nimani tan oldingiz? Siz ilgari u odamdan qarz bo'lganligingizni va o'sha qarzni qaytarayotganligingizni e'tirof etyapsiz. Bu esa tergov jarayonida va sudda nizo chiqqan bu holatda, pulli nizo chiqqan holatda sizga qarshi ishlaydi. O'shaning uchun diqqatli bo'lish kerak va har bitta mana shu berilayotgan punktni demak biz yaxshilab o'rganib va amalga tushunib amalga oshirishimiz lozimligini unutmasligimiz kerak. Mana keyingisi pulli yordam. Pulli yordam o'zi odatda qanaqa? Agar siz kimgadir pulli yordam qiladigan bo'lsangiz, bu albatta fuqarolik munosabatlarida pulni qaytarish, talab qilish huquqini nima qiladi. Siz uni qaytarib olishingiz mumkin. Bu yordam beruvdingiz, qaytarib oldingiz. Bundan keyingisi qarindosh va yaqin qarindoshlarga pul o'tkazdirish. Bu ham sizga foydali, siz o'zingiz ko'rsata olasiz. Ertaga misol uchun qizingizga o'qishiga, boshqa biron narsa, o'zining ehtiyoji uchun pul o'tkazib berdingiz. Bu soliqda ham boshqada ham savol, muammo keltirib chiqarmaydi. Mana endi keyingisi sovg'a. Keling, huquqiy nuqtai nazardan qarang. Sovg'a nima? Sovg'a bu hadya. Endi siz uni qaytarib olishga, talab qilishga haqqingiz yo'q. Siz birov iltimos qilib turib, mana shuni sovg'a qilib o'tkazib bering dedingiz, qarz berayotgan bo'lsangiz ham, odatda hayotda tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, yaqin o'rtoqlaringiz yoki yaqin tanishlaringiz qarz so'rab qolishi mumkinmi? Mumkin. Sizda endi aytishadiki, iltimos deydi, shuni deydi, sovg'a deb belgilagin, men javobgar bo'lmay boshqa narsaga edi deb ishontirishgan bo'lsa, siz bu pulni o'tkazirgan bo'lsangiz, ertaga bu pulni qaytarishga imkoniyatini keskin pasaytiradi. Siz aytadi, sovg'a qilingan, qonun bo'yicha, fuqarolik qoidasi bo'yicha sovg'a qilingan, hadya qilingan narsani qaytarib bo'lmaydi. Mana shu munosabatlarga e'tibor berish kerak. Undan keyingisi yetkazdirib berish xizmati tushunarli. Siz uchun foydali, xizmatni yetkazdirib beruvchi uchun muammo bu albatta soliqqa tortiladi. Bu qaytadan ro'yxatga o'tkazilish kerak. Ijara to'lovi ham xuddi shunaqa. Endi siz albatta siz uchun foydali, siz ijara munosabatga kirishganligingizni isbotlaydi, ijara oluvchi uchun noqonuniy harakat amalga oshirishda keskin cheklab qo'yadi. Kommunal to'lovlar, endi bu tushunarli, kommunal to'lovlar odatda TSJ yoki davlat tashkilotlariga bo'ladi. Nizoli holatlarda sizda maqsadi ishlash kerak. Keyingisi yo'lovchilik xizmatlari uchun to'lovlar, bu ham tushunarli, bu siz uchun foydali. Taksist uchun yoki uzoq yo'lga ketadigan bo'lsangiz, u taraf uchun albatta qaytadan ro'yxat o'tkaztirish majburiyatini yuklaydi. Xo'p, ta'lim uchun to'lov. Mana odatda kurslarda ko'ramiz, kurslar, pulli maktablar iltimos qilishadi, nimaga tashlayvering. Mana shu holatni tanlashingiz endi ikkinchi tarafni ham o'ylab xizmat ko'rsatish va davlat oldida toza bo'lish majburiyatini unga yuklaydi. Tibbiyot rasxodlari, tibbiyot xarajatlari bu ham tushunarli. Mana keyingisi rus tilida благотворительный взнос, ya'ni xayriya. Bu ham qaytarilmaydigan pulni inobatga olishlarini so'rayman. Bu pul orqali qizdirdingizmi? Endi agar kimdir sizni firibgar yoki yaqiningiz iltimos qilgan taqdirda ham bu pulga da'vo qilib bo'lmaydi. Siz uni ehson qildingiz. Ehson u qaytarilmaslik mas'ul bilan ehson deb hisoblanadi. Endi zablagodarность bu ham sizga foydali yoki sizga ham foydali emas, nimaga ham foydali emas, u xizmat uchun haqiqatdan ham qimmat restoranlarda misol uchun katta chayvoy oladigan holatida ularga majburiyat yuklanishdi. Lekin Xonnavor aka, mana shu ikkita ya'ni punkt deymiz, ya'ni ikkita shu qismi
bularni masalan xayra ehsonni yoki mana shu chayvi deymiz, ya'ni mukofot puli deymizda o'zbekchasiga, shularni chegarasi bo'larmikan yoki bular chegarasimi? Yo'q, yaqindagi qoida qonun chiqarishdi. Yangi qonun talqini bo'yicha nimani ichiga kirish kerak, xizmat ko'rsatishga kredit etish to'g'risida qaror chiqqan. Lekin bu narsa odatda hozirda chegaralanmagan. Lekin oxirgi qaror bo'yicha o'zi aslida xarajat, mana misol chayvoy o'zi qayerda beriladi? Restoranda, kafe yoki boshqa joyda. Bu xizmat, oziq ovqatni narxini ichida o'tirish kerak degan qoida bor. Bundan ko'pchilik bu qoidaga bo'ysunmaganligi uchun aynan mana shu punktni kiritib qo'yishdi. Nimaga berayotganligingni ko'rsatib o'tgan. Agar u noqonuniy oladigan bo'lsa, ertaga bu soliq oldida, davlat oldida javobgarlik xususiyati, ya'ni javobgarlik vaziyatlarini keltirib chiqadi. Endi eng oxirgisi va rosa qiziqarlisi bu investitsion o'tkazmalar. Mana odatda hozir juda ko'p uchraydigan holatlar, hayotimizga keskin kriptovalyuta kirib keldi. Biz buni kriptovalyutani kirib kelganligini sekinlik bilan bilyapmiz. Odatda nima qilishyapti, aytishadi, keling deydi, 1 so'm 2 so'm qilib beraman yoki 100% daromad deb e'lon qilishadi. Siz ularga pul tashlab berasiz, oradan ozgincha vaqt o'tgandan keyin pul yo'q, nima yo'q. Siz buni nima sababdan tashlab berganligingizni ko'rsatish imkoniyati yo'q. Mana shu investitsion xarajatlar yoki investitsion kiritilish. Bu nafaqat balki kriptovalyuta yo'nalishi emas, balki xohlagan bir biznes yo'nalishida ham qo'llanishi mumkin bo'lgan bo'lsa-mi? Ko'pchilik birinchi bu nimalar, o'zgarishlar kirgandan keyin juda ko'pchilik o'zini e'tirozlarini bildirdi. Nima sababdan endi davlat bizni doim nazorat qilar ekan dedi. Lekin kelinglar tan olaylik. Mana hozir sanab berganimda nechta risk haqida gaplashdik, nechta xavf-xatar haqida gaplashdik. Bu nimadan kelib chiqadi? Bizni davlatimizda moliyaviy ta'limot kuchli emasligidan odamlar o'zaro munosabatda ko'proq bir-biriga ishonch bilan ishlashida kelib chiqadi. Aslida agar odamlar moliyaviy ongi, moliyaviy savodxonligi kuchli bo'lganda bunga ehtiyoji yo'q bo'ldi. Mana qayerdan kelib chiqdi? Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 2025-yilda o'zida 180 million dollar pulni shunaqa aldov yo'li bilan, firibgarlik yo'li bilan chet elga chiqib ketganligini, biz qaysidir proyektlarda moliyalashtirayotganligini, bizda odamlar moliyalashtirayotganligini o'zi ham bilmaydi odamlar. Bu pullar aynan shunga ketayotganligini, narkotiklarga ketayotganligini, umuman boshqa noqonuniy narsalarga ketayotganligini ko'rgan holatda davlat buni qandaydir yo'li bilan chegaralash, nazoratga olishni lozim topyapti. Busiz iloji yo'q. Biz o'zimiz bilmas ekanmiz, huquqimiz qayerda tugashini bilmas ekanmiz, albatta bizga ramka berishadi, mana shu doirada harakatlanishdi. Ya'ni bizga ziyon bo'lmaslik uchun aynan shu qoidalar ishlab chiqarilyapti. Ilovada, ya'ni qarz berdim deb ko'rsatsa, ya'ni o'sha qabul qiluvchi karta egasi mana shu qarz munosabatlari bo'yicha javobgar bo'la oladimi? Albatta. Siz buni ilgari bizda juda ko'p uchraydigan holatlardan bittasi, fuqarolik sudiga borganingizdan keyin pul o'tkazdirgan desa, pul o'tkazdirgan, sovg'a qilgandi, xarajatlaringga o'zingga shunday berganman degan, qarzni qaytardi deb ko'rsatilardi. Isbotlash metodikasi qiyin edi. Qarz munosabatlarini isbotlashda eng oson usullardan bittasi bo'ladi. Mana hozir shu bu ilgari aytganimdek, ilgari munosabat qanaqa bo'lganligini, uni qanaqadir hujjatlar bilan isbotlash, o'zaro suhbatlar bilan isbotlash bo'ladigan bo'lsa, bu hozirda eng oddiy yo'li bankdan bitta so'rovnoma orqali tagida kommentariy sharhi nima uchun o'tkazilganligini olish o'zi yetarli bo'lib qoladi. To'g'ri, boshqa faqat bitta dalilni o'zi bilan qaror qabul qilinmaydi, lekin bu isbotlashni kuchaytiradigan dalillardan bittasi deb hisoblanadi. Bu faqat odamlarga foyda. Aynan mana shu holati bo'yicha. Endi umuman oladigan bo'lsak, buni yana qayerdan kelib chiqdi? O'zi buni kelib chiqishini nima qilishimiz kerak deb o'rganishimiz kerak. Ilgari aytgandek, kibermashinistlar dedim, kiberfiribgarliklar masalasi rivojlangandan keyin hozirgi paytda bunga ishlab chiqarishni keskin chegaralash orqali
Bu balki keyinchalik bu chegaralar yechilar, balki bu chegaralar kengayib ketar. Ya'ni har bittasiga klassifikatsiya o'ylab topilar. Qarz bo'ladigan bo'lsa qanaqa qarz, благотворительность ya'ni ehson bo'ladigan bo'lsa qanaqa ehson, qo'shimcha nimalar chiqar. Lekin hozirgi paytda bu juda dolzarb. Chunki odamlarda juda katta qismi o'g'irlik, ya'ni firibgarlikka uchrayapti. To'g'rima-to'g'ri nimada boshqa davlatlarda juda ommalashgan bank kartasiga litsevoy qo'yish orqali va plastik kartani olish usullari. Hozir va plastik kartani o'tkazilgandan keyin ham kimga o'tkazililayotganligini nazorat qilish bu menimcha eng yaxshi yutuqlarimizdan bittasi deb hisoblayman. Mana kiberxavfsizlik masalasiga ozgincha to'xtalib o'tdik. Kiberxavfsizlikda ham uchinchi shaxsga tushgan pul haqida gapirdik, lekin uchinchi shaxs nima bo'ladi degan savol bilan tugallanmadi. Misol uchun siz birovdan pul tushyapti, sizdan iltimos qilishyapti, pul tushdi. Hozirgi paytda juda moda bo'lgan holatlardan 100 sotib olaman deydi. Ya'ni kibervalyuta, kriptovalyutani bitta nimasi, to'g'ri. Siz uni noqonuniy plashatka orqali o'dma qilasizda, boshqa shaxsning kartasidan tushgan pulni boshqa shaxsga 100 qilib o'tkazib berasiz. Bu shaxs chet elda bo'ladi. Siz o'g'irlangan pensioner nafaqaxo'r kaligi biz aytgan ijtimoiy kam himoyalangan odamdan pul tushadi. Siz o'tkazdirib berdingiz. O'ylaysizki bo'ldi, javobgarlik yo'q. Men 100 sotdim. Yo'q. Sizda endi ikkita holatda javobgarlik yuzaga keldi. Siz sipochkani oxiri sifatida mashinskiy sipochka, ya'ni firibgarlik zanjirini oxirgi sifatida siz albatta javob berasiz. Chunki sizdan pul chiqib ketyapti. Tergov organlari aynan shunaqa qilib baholaydi buni. Va ikkinchi tarafda siz endi kaltak ikki tarafda-da. Birinchi tarafi firibgarlik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafi bu endi siz kriptovalyutani noqonuniy aylanish sifatida 278-modda bo'yicha javobgar berib bo'ldi. Bunaqa holatlar ko'payganligi uchun davlat majbur bo'ldi mana shu mexanizmni ishlab chiqishga. Bu odamlarda, insonlarning manfaati uchun ishlaydigan holatlar. Mana yana bitta plastik kartalar bilan bog'liq holatlarni unaqa qilaylik-da, baho beraylik-da. 2016-yilgacha plastik kartani pulini naqdlashtirish qanaqa qiyin edi? Foizlar, 10%. Men eshitganim eng haligi ajdaho foizlardan 35%gacha naqdlashtirganlarni eshitganman. Hozir bu narsa mana yengillashdi-ku, hozir unaqa muammo yo'q, qanaqadir 1%, 2% bilan davlatga to'layotganingizda chegaralanib qolyapsiz-ku. Ya'ni davlat biz uchun ancha imkoniyatlarni yaratib beryapti. Endi keyingisi mana yaqinda chiqdi, aytdiki, bitta odam uchun 20 tadan ortiq plastik karta banklarda 20 xil bankdan ortiq ishlatish mumkin emas edi. Buni sababi nima edi? Buni sababi chet eldan vazifa keladi, kimgadir aytadiki, plastik karta, bitta sim karta olasan va shu sim kartani familiyasida pasport rasmiylashgan shaxsning nomiga 25 ta 30 ta plastik kartani rasmiylashtirasan-da, bizga raqamini berasan deb aytishdi va juda ko'p talabalarga borib bitta bankdan plastik karta bilan sim karta olib kirgani uchun qanaqadir arzimagan pullar 50 ming, 100 ming so'm bilan rosa plastik kartalarni chet eldan turib olishdi va bizni fuqarolarni aynan mana shu talabalarni kartasiga tushirib pul yechishda перевалочный punkt sifatida foydalanishdi. O'shandan keyin davlat majbur bo'ldi 20 tagacha 20 tadan kamaytirib yuborish iloji bormidi? Bor edi, lekin davlat aytdiki, yo'q, kelinglar. Ilgari cheksiz bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmasa 20 ta bilan qilaylik dedi. Lekin o'shanda 20 talik bilan ham to'xtamadi. Endi aytdiki, yo'q, to'xtanglar. Endi dedi, tartib antifrod tizimini kiritamiz. Antifrod tizimini kiritdi. Antifrod tizimida ham kamaydi, lekin zo'r natija bermadi. Mana endi 16 talikka keldik. Bu hammasi huquqiy va moliya bilimimiz, saviyamiz yuqori bo'lmaganligi sababli davlat majbur bo'lyapti buni bajarmaydi, himoya qilishga. Chunki bizda turib oddiy o'zi hech qancha pul olmaydigan, yillar davomida peshona teri qilib olgan nafaqasini qanaqadir millisekundlarda yoki minutlarda umuman chet ellik bitta Nigeriyada yoki Yevropada o'tirgan narkomanni hisobiga pul o'tkazdirib bu mazza qilishi adolatli emas deb hisobladi davlat va davlat o'zini asosiy funksiyasini fuqarosini himoya qilish uchun hattoki fuqarosiga noqulay holatni yaratish usuli bilan bo'lsa-da fuqarosini himoya qilyapti. To'g'ri, kimlargadir noqulaylikni keltirib chiqaryapti, lekin bu noqulaylikni ma'lum bir massaga noqulaylik keltirishi
omma uchun foydali bo'lganligi uchun bu majburiy tizim sifatida qabul qilinishi kerak deb o'ylayman. Xondavor aka, ammo mana shu o'zingizni amaliyotingizda mana shu plastik kartadagi muammolardagi misollar bo'lsa, tomoshabinlarimiz bilan ulashsangiz. Albatta, Nilufarxon, mana qarang, e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirda biz eng internetga ko'p kiradigan davlatlardan biri bo'lib qoldik. Chunki internet sifati yaxshilangan sari bu esa o'zini oqibati sifatida boshqa davlatlardan turib bizni aholini, bizni nozik qatlamlarida pulini olishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiryapti. E'tibor beradigan bo'lsak, juda mashhur bo'lib ketadigan hozirgi tizimlardan bittasi bu deepfake tizimi. Ya'ni men kasal bo'lib qoldim, men sizlarga yordam beraman deb. Juda mana shu narsa o'zi amaliyotga kirgandan beri juda ko'pchilik pensioner nafaqaxo'rlarni yostig'ini qurilib desam yolg'on bo'lmaydi. Sababi bular ishonadi, aldaydi, aldash orqali Rasmlar orqali, videolar orqali. ishonchiga kiryapti. Ishonchga kirib ozginchadan pul yetishdi usuli bilan boshlanadi. Buni usuli menimcha bir 70-80-yillarda hozirgacha davom etadigan Nigeriya xatlarini usuli bilan bir xil. Nigeriya xatlari haqida ham ozgincha ma'lumot berib ketay. Nigeriya xatlari sizga xabarnoma keladi, SMS keladi yoki Telegram orqali keladi. Meros qoldi. Deydi, siz deydi Amerikada, Angliyada, URda deydi juda katta meros qoldi. Odamni shoshirib yuboradigan darajada meros qoldi. Shuni sizni familiyangiz to'g'ri kelyapti. Siz faqatgina siz qilasiz deydi. Shunaqa shu bo'lgandan keyin endi siz ilindingizmi? Ilinganingizdan keyin endi deydi pasport rejimiga deydi $100 jo'nating. Meditsinskiy страховкаga $50 jo'nating. Mana shunaqa qilib sekin siz hech qachon yetib bormaysiz. Sizni plyus yetishib ketaveradi yoki qanaqadir e'tibor berish kerak bo'ladigan joylardan bittasi orqasida halol degan so'z bo'ldimi, shubhalanavering. Ya'ni hozir Zaynab halol, Oysha halol, Muqaddas halol degan nimalar chiqib ketib qoldi. Bular hammasi yozyapti, aytayaptiki xuddi shu sxemada ishlanadi. Siz bilan aytadi, siz deydi, deydi, siz 700 deydi, bo'lmasam 500 ming so'm pul tiking, men sizni kechqurungacha 10 million pul qilib beraman. Siz kechqurungacha 500 mingingiz 10 million bo'lmadi, 3 million bo'lib qoldi, lekin bizda chiqarish limiti 10 million. Shuning uchun siz yo 7 million to'lang, yo bo'lmasam yana ozgincha pul kiriting, yana nima qilaman? Aylantiraman-da, shuni yutaman deydi. Mana shunaqa usuli bilan 10 million bo'lib qoldi, endi pul chiqarish kerak edi. Bizda deydi, biz deydi Zimbabveda turibmiz, hozirgi bitta Afrikaning davlati, bularda umuman talab qattiq. Shuning uchun birinchi chiqadigan pulni solig'ini to'lashingiz kerak. Soliq 12%, 1 million 200 ming pul to'lang deydi. 1 million 200 ming pul to'ladingiz. O'sha xarajingiz ko'payib boryapti. Odamda bitta yomon nimalardan bittasi bor, odam pulni yo'qotish uchun qo'shimcha pul berishga tayyor. Ya'ni yo'qotmaslik uchun. Siz 10 million pul tikib qo'ydingizmi? Endi qo'rqasiz. Haligi pul yo'qolib qolmasin. 1 million qo'shish kerakda qaytish uchun qaytarib bermay qolmasin. Shuni hozir qaytarib bermasam, boshqa pul u pul ham qaytmaydi deysiz. Lekin aslida u qarzni shishirish bo'ladi, ko'paytirib boraveradi. Mana shunaqa qilib aldanadi odamlar. Bu amaliyotda rosa ko'p foydalanadi. Men ko'pchilikka aytyapman. Iloji boricha mana shunaqa saytlarga kirmanglar. Bu yolg'on. Sizda hech qayerda bunaqa nima yo'q. Butun dunyo bo'yicha bunaqa marja beradigan tadbirkorlik soha yo'q. 1 so'm tiksangiz srazu 10 so'm beradigan, marja beradigan hech qanaqa mehnat yo'q. Sizni o'ylab ko'ring, agar 1 so'm tiksangiz 10 so'm pul oladigan bo'lsangiz, nimaga o'zlari sizdan pul olishadi? O'zlari shug'ullanib qo'ya olishmaydi. Nima keragi bor siz pulingiz? Mana oddiy savol. Bunga hech kim e'tibor bermaydi, hamma pulini olib boraveradi. Mana shu amaliyotlarning oqibati sifatida kartalarga majbur bo'lyapti davlat, aytayapti. Voy, to'xtanglar. Agar meni xalqim sodda, bu soddalikdan senlar foydalanishga yo'l qo'ymayman deb gina mana shu chegaralar chiqib nima qo'yilyapti. Rahmat. Bu ma'lumotlar muxlislarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz.